Yaponiya Kengash palatasi 5-dekabr dushanba kuni Sharq Turkiston va Xitoyning boshqa joylaridagi kishilik huquq vaziyatiga andisini ifodalagan bir qaror loyihasini qabul qildi. Yaponiya davlat taraqqusining xabar qilishicha, mazkur qaror loyihasi Kengash palatasining dushanba kunidagi umumiy yig'inida ko'p sonli ovoz bilan ma'qullangan ekan. Loyihada ko'rsatilishicha, xalqaro jamiyat yaqindan buyon Xitoyning Tibet va Sharq Turkistondagi diniy erkinlikni dafsandi qilishi va kishilarni majburiy qamab qo'yish qatorliq masalalarga qarata qattiq andisini bildirgan ekan. Yaponiya Tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimosa so'z qilib, hukumatning boshqa davlatlar bilan birlikda loyihada tilga ilingan masalalarni hal qilganligini bildirgan. Egilishicha, buningga o'xshash bir qaror loyihasi bu yilning 5-ida Beijing qishliq olimpik musobaqasidan burun Yaponiya Avam palatasida qabul qilingan ekan. İstanbul, Parij, Nyu-York va Toronto qatorliq nurg'un shaharlarda Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazildi. 24-noyabr kuni Urumchida yuz bergan 44 Uyg'urning shahid bo'lishiga sabab bo'lgan o't ofatidan keyin Xitoyning Xitoy virus yuqumi qarshi turish nomidagi bostirishlari va o't ofatidagi mas'uliyatsizlikka qarshi boshlangan qarshilik sadolari kuchaymoqda. 3-noyabr kuni soat 1:30 o'tganda Parijning markazi bo'lgan Bastil maydonida Yevropa Uyg'ur instituti, Fransiya Milliy Majlisining Uyg'ur tadqiqot guruhi, Fransiya Uyg'ur jamiyati va Fransiya Hong Kong ittifoqdosh qatorliq tashkilotlar birlikda namoyish uyushtirgan. Namoyishga 500 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, Uyg'urlardan sirt yerlik fransuzlarmi ko'p sonda ishtirok qilgan. Fransiyadagi siyosatchilardan senator David Assolin, Avam palata a'zosi Olivier Faure, Paris shahri muavin boshlig'i Jean-Luc Romigol Michel, Avropa parlamenti a'zosi Rafael Glucksmann, Yevropa parlamenti a'zosi Yannick Jadot qatorliqlarmi qatnashgan. Namoyish qo'shoni Bastil maydonidan yo'lga chiqib, 2 kilometrlik musofani besib millat maydoniga yetib kelish jarayonida Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat degandek shiorlarni to'lab ma'gan. Fransiya axborot agentligi va shuningga o'xshash bir qancha nopozliq axborot vositalari namoyishni naq maydondan anglatgan. Tayvan markaziy agentligining xabar qilishicha, namoyish qatnashgan Parijning kishilik huquq birlashish va kamsitish qarshi turish ishlariga mas'ul muavin boshlig'i Jean-Luc Romero Michel so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan ziyonkashlik va irqiy qirg'inchilikning kunsir kuchayotganligini, bu sababdan ularni qo'llashning har qanday bir vaqtdagidan muhim bo'lib qolganligini aytgan. İstanbulda Urumchidagi o't fojiasidan keyinla cho'ng ko'lamli bir namoyish o'tkazilgandan boshqa Xitoy konsulxonasining oldi va atrofida norozilik bildirish faoliyatlari davomlashib kelmoqda. Yakshanba kuni Turkiyadagi Fikr birligi va Kurash munbiri nomli tashkilotning boshchiligida o'nlagan ommaviy tashkilotlar Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish faoliyat o'tkazib, Sharq Turkistonga ovoz ber shuari bilan Xitoy davlatining Uyg'urlar qilayotgan zulm va ziyonkashligiga norozilik bildirgan. 3-dekabr kuni Shveysariyaning Zurix shahrida Shveysariya Uyg'ur jamiyatining tashkillashi bilan Shveysariya xatar ostidagi millatlarni qutqizish tashkiloti, Shveysariya Turk madaniyat vaqfi, Shveysariyadagi Tibet tashkiloti, Tayvanliklar va Shveysariyaliklar keng ko'lamda namoyish o'tkazib, namoyish Sharq Turkiston istiqlol marshi bilan boshlanib, jaranliq shuar sadolari ichida oxirlashdi. Namoyish jarayonida shahid oilasidan Abdul Hafiz bu o't ofatining faqat tragediya emasligini, buning Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatining bir qismi ekanligini bildirgan. Xitoyda oq qog'oz inqilobi yuz bergandan keyin Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti Siyosiy va qonun komiteti 28-noyabr kuni buyruq tushirib, bu keng ko'lamlik namoyish harakatini bostirishni talab qildi. Shuning bilan Xitoyning har qaysi o'lkasidagi yuqori darajalik rahbarlarni bostirishni o'rinlashtirishga boshlagan. 26-noyabr kundan 28-noyabr kunigacha atalmış Şinjan Avtonom rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Shingruy uda 3 kun yig'in ichib, bostirish talabini o'ttirib qo'yib, tor uchurlarini kontrol qilishni kuchaytirishni talab qilgan ekan. Urumchidagi soqchilar 26-noyabr kundan boshlab hukumat o'rnatgan kuzatish kamerasi sin ko'rinishlaridan foydalanib, o'yma-o'y kirib namoyish qatnashganlarni va o't ofatining sin ko'rinishlarini tarqatganlarni qo'lga olmoqda ekan. Xitoy hamma joyda elektronlik nazorat qilish, chiroy tonish texnikasi, shundaqla bexatarlik tarmoqlari, jamoat xavfsizlik sistemasi va qurolliq saqlash sistemasi orqali atrofli nazorat qilishni boshlab, namoyishchilarni birma-bir qo'lga olmoqda. 29-noyabr kuni Xitoy xalqining oq qog'oz harakatini qo'llash uchun dunyodagi eng chong xakerlar tashkiloti bo'lgan nomsiz oq qog'oz harakatining boshlanganligini e'lon qilib, Xitoy hukumat tor bekitiga nazorat sistemasiga hujum qilganligini, shundaqla Shanxay soqchilarining tizimligi, Shanxay partiya a'zolarining kimlik noposi,
telefon nomeri, Guangdong o'lkasidagi siyosiy kadrlarning tizimligi va Shanxay shaharlik davlat bexatarlik idorasining boshlig'i Huang Baokuning kimligining oldi rasmi qatorliqlarni oshkorlab e'lon qilgan. Hacker nomsiz, ya'ni o'zlarining Xilongjiangning Jiaodong shahrining intizom tekshirish va nazorat qilish torini palach holga tushirib qo'yganligini, Xitoyning bir qism bexatarlik nazorat sistemasini kontrol qilganligini hamda Sahiya ministrligining kameralarini palach qilganligini bayon qilib, Xitoy xalqining demokratiya va tor erkinligining amalga oshishi qadar Xitoy hukumati qaratgan tor hujumini to'xtatmaydiganligini ta'kidlagan. Hacker tashkiloti nomsiz oq qog'oz namoyishini qo'llash bilan birga 5 talabni o'ttirib qo'ygan. Birinchi, majburiy yadro kislotalik tekshirish va karantin qilishni to'xtatib, yuqum siyosatini amaldan qoldirish, ixtiyoriy holda tekshirtish va karantin qilish. Ikkinchi, Xitoydagi so'z erkinligi, yozmalarni o'chirmaslik va hisobotni to'smaslik, tor mudofaa timini yo'qotib, kishilarning dunyo va Xitoyda yuz berayotgan ishlardan vaqtida xabardor bo'lish kerakligi. Uchinchi, oq qog'oz harakatida qo'lga ilinganlarni qo'yib berish va ayblashni bekor qilish. To'rtinchi, pasport bejirishni asliga keltirish, davlat darvozasini ichish, chegaradan chiqqanlarni qaytishga majburlamaslik. Beshinchi, davlat raisining vazifa o'tash podshoh tuzumini bekor qilish qatorliqlardan iborat. Tahlilchilarning bildirishicha, bu 5 cho'ng talab hozir Xitoy duch kelayotgan eng cho'ng masala bo'lib, jamiyatning ovozini aks ettirgan ekan. Xitoy yoshlari qo'zg'agan oq qog'oz harakati mustabid diktatorga qarshi turishning bir xil usuli ekanligini, shundaqla uning favqulodda jasoratning namoyandasi ekanligini bildirib, hacker nomsizning Xitoy hukumat jinoyatchilar tizimligini e'lon qilishi jinoyatchilarning psixikasiga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana ularning xalqaro jamiyatning jazosiga uchraydiganligini, shundaqla kelgusida Xitoy xalqi tarafidan javobgarlikka tortilganligini ta'kidlagan.